Do'stlar, noldan mehr bilan yig'ilgan, hali ishga chiqqan yo'q, ishga tayyor texnika topib qo'ydim. Texnika qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib bitta like bostiringlar. 100% ishga tayyor texnikamiz 5511 85-yilda ishlab chiqarilgan, kapitalniy remont qilib, o'zimiz usta shopir akamiz biz o'zlari noldan yig'ib chiqibdi. Mana motorlari qilingan, vali 7 dedingiz-a? 7 aka. Kugovoy 7, panejniy pavishi ishlaydi. Kabinalari ham polniy remont bo'lgan, zo'r ustaga qilishgan kabinani ham, kuzovni ham o'zlari yasashgan ekan. Eng qiziq joyini aytaman sizlarga, bu 8 tonnalik selxoz ramaga samasval qilinib olgan, mana ko'ringlar. Kajroga ham o'zini holatda qolgan, spanlilik kabinaga kajro kesilmagan, mana ko'ringlar. Shu qancha uzun samasvaldan? 40-50 uzun samasval ramadan ko'ra. Mana akkumulyatordan keyin ham, mana akkumulyatordan oldida ham ancha joy bor, mana receiver bilan akkumulyatordan hech qancha joy bo'lmasdi. Ramani faqat shu bir tomonida, chapdan o'ng tomonda, ko'ringlar, o'rta mos tepasiga trishina tushganda 5 sm taydan tushganda aka. Tayni o'ziga tushganda, yoniga tushmagan. Yoniga o'tmagan. Shunday tagiga list qo'yib, svarka qilishib, rama svarka qiladigan ustaga qizish qo'ygan ekan, lekin podramnilar ko'ringlar mana. O'ta baquvvat qo'yibsizlar, ey. Kuzov tagida o'zini podramni mana xovaga o'xshatib splashni yotadigan qilishgan ekan. Kuzovlar tagiga ham. Bu kuzov noldan yasalgan, ha? Noldan yasalgan aka. Usta yasab bergan. Birga bir qilib. Shunaqa. Novatskoyga. Mana orqaga 8 ta yangi balon taqilgan, hali yurgan ham yo'q mana. Soqollari bilan turibdi. Korobka, motor, mos hamma yoqda ochishib qilishgan, mana palislarni ko'ringlar, kuzov palislarni. Bu asfalt qilingandan keyin ishlab karim yo'q dedingiz-a? Ishlatilgan yo'q aka. Sinagani ishlab ko'rdingizmi o'zi? Nolni? Nolni ishlagan ha. Teleshkalari 10 tonnalik ekan, reduktorlari 49 talik dedingiz-a? 49 talik aka. Hadovoylar qilingan. Kalotkalari ham qo'yilgan shekilli. Qo'yilgan aka, qo'yilgan. Qanaqa xarajati bor Rustamjon buni? To'g'risi shu minish kerak aka. Ha, olib borib minish kerak xolos. Akkumulyator qanaqa? Akkumulyator yaxshi aka. Yaxshimi? Yangi qo'yilganmi yo o'sha o'zinikimi? 100 da qo'yildi aka. 100 da qo'yildi akkumulyator. Ramali boshqa tomonda yo'q-a? Yo'q, boshqa joyda yo'q. Yo'q. Motorlari yangi qilingan, aytib o'tganimizdek. Kabinasi butun, lekin polniy kraska qilingan, cho'tka qilib asfalt qo'yilgan. Silindrni ham remont qilganmisizlar? Remont qilingan aka. Yo'qmi-da? Gidrobacho'ni ham zo'r yasashib qo'ygan lekin, qo'yib. Mana latularni ham 3 qavat qilib yuboribdi, juda baquvvat qo'yishibdi. Ko'ringlar? Mana kabina oldini ko'ringlar, butun turibdi. Har joyi kaltegan joyi yo'q. Kechkasini qo'yib qo'yish kerak, endi qishga kerak bo'ladi ukam. Suvda bo'lsa kerak-a? Antifriz aka. Mashalloh. Men ko'rib suvda bo'lsa kerak dedim, bilmaganingizga. Radiatorlarni yangi qo'yishgan ekan. Mana polilar zo'rlar qilib qo'yishibdi, chexollar qilib qo'yishibdi sidenga, yonidagi sidenga. Akshkalari ham yaxshi turibdi mana. Barlar qo'yilgan. Ba'zi chexoli ham zo'r chiqibdi-mi? Gap yo'q. Spaniydan nimasini tashlab olish kerak ekan-a? Matini. Bor aka, unisi ham bor. Bormi? Bor. Qo'y. Mana xovarichalar qo'yishgan bunga ham. Ash xovarichaydi effekti yaxshi chiqyapti lekin. Nimaga ikkitadan xovaricha? Bittasi panejniy pavishiganmi bu? Narigisi delitil. Kecha Andijonda ham ko'rdim-da, panejniy pavishi qo'yib. Qancha bo'ladi qo'yib qo'yiladi ana shundan. Gap yo'q. Ishlayverar ekan-a? Effekt beraverar ekan bunga ham. Biz o'zbeklarga tep qo'ysa nimalar qilmaydi-yu. Aslida. Ko'ringlar, holati zo'r lekin. Narxini $11,000 so'rashyapti. Xudo xolasa naqd pul bilan kelsa, yana o'tkazasizlar sunnatiga. Ozmoz beramiz. O'tib beradigan joyi bor. Bu texnikamiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida turibdi. Ekranda pastga egalarning nomerini qoldiraman. Aloqaga chiqib, xotirjam yana to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Imkon servis kanaliga obuna bo'lib qo'yasiz, like bosish esdan chiqmasin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, savdo olayni bersin.